Qiz bu yoqdan keldi. Biz orqasidan tushdi. Bu yoqqa kelganda yuz qismlariga mana shu qo'l tarafim bilan bir marta urdi. Bir marta ursa, Ashtiya qildi, men sumkani oldim, bu yoqqa qochib ketdim. Poytaxtimizning Yangiqayot tumani Ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga talonchilik haqidagi xabar kelib tushdi. Unga ko'ra 2 nafar shaxs o'zaro jinoiy til biriktirib, hududda joylashgan shirinlik do'koni yonidan ketayotgan fuqaroning yolg'izligidan foydalanib, uning yelkasida bo'lgan jigarrang sumkasini yulib olib qochadilar. Jinoyatchilar zudlik bilan hodisa sodir bo'lgan joydan yashirinadilar. Ushbu murojaat yuzasidan Yangiqayot tumani jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari voqea joyiga zudlik bilan chiqib, jinoyatni issiq izidan fosh etish uchun tezkor qidiruv tadbirlarini amalga oshirdi va 2 nafar gumonlanuvchi shaxslarni qo'lga olib, tergov harakatini amalga oshirish uchun tergov bo'limiga topshirdi. Sergeli bir bozorchadan qayilib yotgan o'zida yo'llarni bitta qiz ko'rib qoldi. Qizni sumkasini tortishga niyat qildi. Keyin men yugurib ketdim ulardan oldin. Sumkasini oldim, baqirmasin deb bir marta urdim yuz qismiga. Qiz yiqilib tushdi. Yordam beringlar deb baqirdi. Biz qochib ketdik. 300 ming so'm pul bilan bitta AirPods oldim. Sumkasini 3-maktab devori orqasiga otib yubordim. Degan ishimdan qattiq pushaymonman. Iloji bo'lsa kechirishlarini so'rayman. Ibrohim so'radi, aka menga pul kerak edi. Srochniy pul topmasam bo'lmaydi. Hozir yo'limdan chiqqan odamman, go'p-stop qilaman dedi. Yo'limizda ketayotganimizda bitta qizchani sumkasini tortib oldimi, bilmayman, urdimi, o'sha sumkani olib ketib yubordi. Bu yo'lga qaytib bo'lmayman. Hech kimga maslahat ham bermayman bu yo'llarni. Kechirishingizni so'rayman. Filmlardagina qolib ketgan deb o'ylaganimiz bu ko'rinishdagi talonchilik holati afsuski hamma joyda kuchli nazorat o'rnatilgan. Bugungi kunda ham sodir etilayotgani achinarli. Qonun oldida hamma teng. Jinoyat sodir etgan har bir shaxs o'z qilmishi uchun javob beradi. mazkur holat yuzasidan Yangiqayot tumani Ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Doston va Ibrohim ismli shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirda bu shaxslarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Har bir shaxs qonunga itoat qilishi, halol mehnat orqali daromad topishi, fuqarolarning huquqi va mulkiga hurmat bilan munosabatda bo'lishi shart. O'rnatilgan tartib va qoidalarga binoan O'zbekiston Respublikasida transport vositasini boshqarish uchun fuqaro haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishi kerak. Ammo yo'l harakati qoidalarini bilmaydigan shaxslar afsuski jamiyatimizda hamon uchrab turibdi. Misol uchun poytaxtimizning Yashnobod tumanida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilgan Spark avtomashinasi boshqaruvidagi shaxsning haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi aniqlandi. Shundan so'ng transport vositasi vaqtincha saqlash uchun Yashnobod tumanidagi jarima maydoniga olib borildi va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Biroq shu vaqtda mashinada bo'lgan yana bir fuqaro, qoidabuzarning yaqin qarindoshi, ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmay, keskin qarshilik ko'rsatadi. Transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib kelgan vaqtimizda haydovchining yonida yo'lovchi bo'lib kelgan shaxs o'zini haydovchining akasiman deb tanishtirdi va shu xodimlarga nisbatan har xil kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlab, xodimlarga nisbatan tushlatib, qo'pol muomalada bo'ldi. Jarima maydoniga kuni kecha soat 02:20 atrofida yo'l patrul xizmati xodimlari Spark mashinasini olib kelishdi va ichkarida qoidabuzarning rasmiylashtirish jarayonida YPX xodimlari bilan tortishib ketishdi, gap talashib, haqoratlab, to'satdan GAI xodimlariga qo'l ko'tarishdi. Shu bo'lgan holatni ko'rgandan keyin biz ajratib, holatni tinchlantirishga harakat qildik. Shundan so'ng yo'l patrul xizmati inspektorlari qo'riqlash xizmati xodimlari bilan birgalikda fuqaroni yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga olib bordilar. Kechasi soat 2dan o'tganinglar ishmasam, shu bashi YPX xodimni to'xtatganda endi o'zim ukam bilan yurgan paytimda endi ozgina ukam mashinani haydanish paytida endi haydanish o'rganayotgan desa ham bo'ladi. Dokumentlarni so'ragan paytida endi ukam dokumenti yo'q edi. Ukam guvohnomasi yo'q, lekin o'rganish maqsadida endi unga o'rgatyotgandim. Qilgan ishimdan ming afsusdaman. E'tibor bering, mashina boshqaruvidagi shaxs avtomobil haydashni endigina o'rganayotgan ekan. Axir transport vositasini boshqarish shu yo'sinda o'rgatiladimi? Amaliy mashg'ulotlar avto o'quv maktablarining maxsus murabbiylari yordamida olib borilishi lozim. Janjalkash ustoz va o'quvsiz shogird katta yo'lda halokatli avariyaga sababchi bo'lganlarida-chi? Aslida shu kuni ularni to'xtatgan ichki ishlar organlari xodimlari balki biror bir fuqaroning hayotini saqlab qolgandirlar.
Mazkur holat yuzasidan avtomobilni hujjatlarsiz boshqargan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi yo'l harakati qoidalarida nazarda tutilgan hujjatlari bo'lmagan shaxslarning transport vositalarini boshqargani uchun bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomobil jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlariga zo'ravonlik qilgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi, ya'ni hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatganligi uchun Yashnobod tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi va qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlandi. Dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.